Hürmetli vatandaşım, leksimizge dikkat kılın ve köngül koyup anlayın. Bu leksimizin mavzusu bu kadar acayip bir mavzu oldu. Mesela ne deydi? Amerika armiyası Sovyet koltuğa kayıtıp geldi. Bu yerde harbiy ishlar tashkiloti yasamoqchi bo'ldi. Mavzuli xabar 12 ayning 10 kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Bundan sal burun Amerika armiyasi Singapurda urilishganligini, masalan, dengiz suv parxodi va boshqa armiya turlarining Amerika Singapurda urilishganligini, Singapur hukumatining buning ma'qul bo'lganligini torbettirden kögen edik. Bu doğruda toxtalmadık. Endilikte Amerika armiyası Sovyet harbiy portuğa kırdıgan boldu ve yetip geldi bu Sovyet harbiy portu Filipin'deki harbiy porttu. Bu haber Amerika avazının Xitay til programması ilan kılındı. Haber mundaq başlandı. Sovyet koltuğu Filipin'nin Sovyet koltuğu Amerika deniz armiyasının mühim harbiy portuydu. Amerika bu portdan ayrılıp 20 yıl ötkendan keyin ayrılığı uzun bolgan bu portqa, harbiy portqa Amerika armiyası yani qaytib keldi. Bu deganlik 20 yıl deganlik sizlarga ma'lum, Rossiya Qizil Kreml imperiyasi yemirilgandan keyin Amerika armiyasi Filipinning bu portdan yani Sovyet portidan chekinib qaytib kelgan. Bugun 20 yıl ötkendan keyin Amerika armiyasi, deniz armiyasi yani bu qatam Sovyet harbiy portiga qaytib keldi. Belki burungu qargan texmi köp vazife icra qilishni öddiga aldı. Bu cümlege dikkat kılın. Bu qatam Amerika deniz armiyasının Filipindeki Sovyet harbiy portu qaytib kelişi burungu qargan texmi köp vazife icra qilishni öddiga aldı dedim. 11 ayının başlarında bir at degende Amerika deniz armiyasının Los Angeles belgilik yadro su asa parxoti asta dolqun yerib, üzüp Filipinning poytaxti Manila'nın g'arbiy shimol tarafidagi Sovyet qo'ltiqiga yoki Sovyet portiga yetib keldi. Deniz armiya ofitser jangchilari qirg'oq chiqib aram bo'ldi. Sap havodan nafas oldi. O'xshash bir kunning saharida deniz portining yana bir beshida Amerika armiyasining bir dona suv osti harbiy parxoti asrash va tekshirishni qabul qilib, kelar qatim harbiy harakatga tayyorlik qildi. Diqqat vatandoshim, kelar qatimlik harbiy harakatga tayyorlik qildi. Aslida Amerika deniz armiyasi havo qism bazasi bo'lib kelgan Sovyet xalqaro aerodromi remont qilish boshlandi. Plan bo'yicha remont qilish boshlandi. Bu yerda Amerika harbiy aeroplanlarga aeroplan ishkiloti yasamoqchi. 1992 yılı Amerika deniz armiyasi bu portdan chekinib chiqib ketgan. 2012 yılı Filipin hükümeti Amerika deniz armiyasining Filipin Sovyet portiga qaytib kelishini taklif qilgan. Bugun Amerika armiyasi Filipinning Sovyet harbiy portiga, yani Amerikaning asli harbiy portiga qaytib keldi. Vatandaşım biz bunu neme görüyoruz? Singapur'a Amerika harbiy bazası, Amerika armiyası orunlaştırılmakçı. Bugün onun keyin 3 gün ötkendan keyin Amerika deniz armiyasının su asti parxoti Sovyet harbiy portiga qaytib keldi. Biz bundan şunu görüp alamızki vatandaşım Amerika Qo'shma Shtatlarının Asiya qaytib kelish siyosati o'zgarish yuz beryapti. Bu o'zgarish qandaq o'zgarish cho'ng qurilishyapti. Xarakter elyapti. Bu nuqtadan aytganda Amerika Qo'shma Shtatlarının jungo siyosatida qandaq o'zgarish bo'ladi. Biz bu nuqtaga yaqindan diqqat qilamiz do'stlarim. Çünkü bir yerdeki Filipin'deki Sovyet harbiy porti yoki harbiy bazasi yoki Singapur'a harbiy qo'shin Amerika'nın o'rinlashtirishi bu ishlar siz biz o'ylagandek oddiy ishlar emas. Bu ishlar intayin murakkab qatlamli ishlardir. Şuna Amerika Qo'shma Shtatlarining jungo siyosati o'zgaryapti deb tahlil qilsak, qiyos qilsak, faraz qilsak, bu biz uchun arziydi vatandosh.